Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahar Sho'lqamatanda to'g'risindagi toza domlarda bo'ladi. Urdu daritalam yaqin joyda bo'ladi. Bedayning fontallari bor, detis plashatkalar mavjud, parqobga samba yushidan girib kesam bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, noxona hamma narsa magazinlar bor edi. Urdu daritalam yaqin. Qancha ichkari qismidan donsak. Yine podizimiz ham girib oldik. Akkuratni. Aytildan muramur. Her etajda 3 xo'jalikdan ekan, hurmatli yurtdoshlar. 43-kvartiramiz. Yine aynalarda gullar qo'yib, ajoyib etib qo'yibdilar. Aynalara akvayna. Esa ichkari qismına girsak. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizdan oyoq telamiz, parketli pol, hamma joyimiz aboy, ayrim jihozlari bilan sotiladi, hurmatli yurtdoshlar. Patologga keladigan bo'lsak, patologlari naturjniy patolog galagellar qo'yilgan. Bizda zalimizga kiradigan bo'lsak, zaldan boshlaymiz. Zalimiz ham atido hamma joyimiz aboy ekan. Zalimizda avalon yaxshisidan kondisioner turibdi. Bir de aynamız akvayna, yine yol tarafı qaragan. Padagonikleri var, registrları var. Joyimiz kondisionerleri, hamma narsasi ajoyib. Televizorlari, ayrim jihozlari bilan sotiladi joyimiz. Bu yan tarafimiz kuxni bo'ladi. Kuxnimizda kuxni mebellari ham ajoyib qoladi. Gaz plitasi toza. Yan tarafimizda yine uçuçlukları var. Gaz, suv, svetda umuman problemasi yo'q. Bir de kotelimiz joylashgan. Reduktorlari bor. Ajoyib. Suv, svetdan umuman problemasi yo'q. Xonadonliklar ham bor. Gelişinizse qoladi hamma narsasi. Yan tarafta mebelimiz ham bor, giyimiz asish uchun. Yan tarafimiz spalni. Joyimiz 5 etajli domni 5-etajında 3 xonali kvartiramiz. Texnika mebel, texnikalar ham bor, hamma narsasi tayyor. 3 xonali kvartiramiz. Yan tarafimiz spalni. Patologimiz oqlanib ajoyib bo'lib turibdi. Yan tarafimizga qaraydigan bo'lsak, yo'ldan bir dom ichkarida joylashgan toza domda. Yan tarafimiz hojatxonamiz bo'ladi. Rakovnamiz bor. Ajoyib etib yarim qismini ochadi. Kafel bo'lib turibdi. Yan tarafimizga kiradigan bo'lsak, sanuzelimiz, yerimiz ham yarim qismini ochadi. Kafel bo'lib turibdi. Rakovnamiz bedan bor. Hamma narsasi toza, bir de ko'p yashalmagan. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Demoqatlari bor. Joyimizni narx-navosine keladigan bo'lsak, 460 million so'm. Üstüne yanda kelishib qaytib beraman dedilar. Mulk egasini telefon nomerini qo'yib o'tdik. Biroq mulk egasi bilan bog'lanishingiz mumkin. Sog' olun, salomat olun.